Assalomu alaykum, aytish kanalimizga obunachilar. Mana bugungi yana bitta obzorimiz 7 o't kuchli motoblogimiz, eng zamonaviy 7 o't kuchli motoblogimiz bo'ladi. Hozir nima uchun zamonaviy va zamonaviy bo'lishi nima uchun muhimligini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Chunki bu motobloglarning asl vazifasi bizni og'irimizni yengil qilish. Va yildan yilga hozirda bunda ham zamonaviy bo'lib narsalar qo'shilib borilyapti, yangiliklar qilib borilyapti. Hozir Pasletni 2026-yilga zamonaviy motoblog bo'lgan motoblogimiz 7,5 o't kuchli bo'lgan motoblogimiz nimalar bilan jihozlangan bo'lishi kerak? Shu narsalarga e'tibor beramiz olishdan oldin. Qani bir boshidan hozir ko'rsatib ketamiz. Narxlarni ham aytib, dastlabkilarini ham aytib, viloyatlarga dastlabkilarini ham qilib beramiz. Toshkent ichiga ham dastlabkilari bor. Qani boshladik. Obzorimiz birinchi navbatda frezasidan bo'ladi. Akalar, nima chunki bu asosiy joyi hisoblanadi. Frezalari yer ag'daradigan qismi bo'ladi. Akalar, hozirgi zamonaviy motobloglarga mana bunday 4 qatordan 8 qatorli freza chiqadi. Mana bu har bitta freza bo'linadigan bo'ladi. 50lik, 60lik, 70lik hammasini qo'yib ishlatganingizda 80lik bo'ladi, akalar. Mana shunday holatda 80 sm beradi. Xo'p. Mana bu yerda bittasi ajraladi, mana ko'rsanglar, mana shponkasi o'ziga o'tkazib qo'yilgan. Bu bittasi chiqadi. Keyingi bu qator ham chiqadi. Mana shponkasi o'tkazib qo'yilgan. Bu ham bo'linadi. Bu ikkita bilan yuriladi. Bu tomondan ikkita qoladi, bu tomondan ikkita qoladi. Shundayga 50lik joyaga ariqni ichiga tushib ishlashga bo'ladi. Shu narsasiga juda e'tibor berasizlar, chunki hozirda dehqonlarimiz mana shunaqa 50lik ariqlar orasida ishlashga asosan motobloglarni olishyapti. Mana shunaqa hozir zamonaviylarga shunaqa narsa chiqqan. Keyin yana bir narsamiz pilusi mana bunday moydatchiklar. Moydatchikni vazifasi motorni zashita qilib berish. Bu motorni moysiz holatda zavod qilinishidan yoki moyi o'tib ketgan bo'lsa, moyni vaqti kelgan bo'lsa, alishtirish vaqti kelgan bo'lsa, shularda zavod qilganingizda zavod bo'laveradi. Lekin mana bu narsa borligi uchun zavod bo'lmaydi. Chunki bu motorni zashta qilib beradi. Buning ichida sxemasi bor. Bu mana bu yerda mana motorni ichiga ketgan. Bu motorning ichidagi moyni sezadi. Qanday vaqti kelganmi yoki ichida motorning moyi kammi yo motorga ichida moy quyilmaganmi, hamma narsasini sezadi va motor zavod bo'lmaydi. Moysiz yoqilgan motoblog o'sha motor ketadi. Tak 5 minut ichida ketadi. Bu shuni zashita qilib beradi. Avvalgi motobloglarimizda bo'lmagan, hozirgi motobloglarda bunaqa narsa chiqyapti. Mana bu yerda pechatlari deydi, lekin bu katta rol o'ynamaydi, akalar. Bu yerda pechati bor, yo'q, unaqalari juda katta rol o'ynamaydi. Xo'p. Endi yana motoblogimizni ko'rsatib o'taman. Endi bu komfort beradigan narsa asli kimgadir kerak, kimgadir kerak emas. Mana komfort menga misol uchun mana shu yaxshi narsa men uchun. Mana bu yerda yaxshilab ko'radigan bo'lsanglar, sal qorong'u bo'lib turibdi. Mana bu yerda pachomliklari bor, alohida ikkitalik pachomlik qilingan. Bu pachomlik prisep taqqanda, orqasiga prisep taqqanda rulni bemalol boshqarishga sizga komfort qilib beradi. Komfort yaratadi. Mana bemalol qiynalmasdan bitta qo'lda bemalol buryapman. Xuddi shunday siz ham bemalol burish uchun yoki o'g'lingiz bo'lsa 4-5-sinf ketadigan bolalar ham bemalol prisep taqib bersangiz haydab ketaveradi bu traktorchani. Juda burish oson. Xavfsizlik jihatdan, hamma jihatdan juda yaxshi qilib ishlangan. Mana shu narsalarga asosan e'tibor beriladi. Hozirgi bu motoblogimizga qaraydigan bo'lsak, bu avtomat korobka holatda ishlab chiqarilgan. Avtomat korobka birinchi skorska uriladi, keyin bundan bossangiz yurib ketadi. Mana shu bosilganda yuradi. Buni istasangiz pastga tushirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Pastdan bunday bosiladigan qilsa ham bo'ladi. Mana bunisi nima deydiganlar uchun bu orqa zadni bo'ladi. Mana bu yerning o'zida ko'radigan bo'lsanglar, ikkita skorsi bor. Birinchi, ikkinchi o'rtaga neytralka bilan R bo'ladi. Xuddi shunday ko'rinishi. Mana bilkasini ham ko'rsatamiz. Motoblogimizning bilkasi. Motoblogimizni baki 2-4 lik bakda bo'ladi. 2 litr 400 gram benzin ketadi. Mana bu filtrlarga ham alohida e'tibor beradigan joyi
Bu 5 pog'onali filtr deyiladi. Ham ichida gubkasi bo'ladi va pastida 50 mg moy quyib qo'yiladi. Bu changlarni, motorning ichiga ketadigan havoni filtrlab beradi, changlarni saqlab qoladi o'zida. Zavatnoyda zavat bo'ladi, hamma biladi bu yog'ini. Bittadan hamma o'zi bilsa kerak deb o'ylayman. Motoblok sifatlisi shunaqa bo'ladi. Yana lekin arzonchiroq variantlar deganlarda eskicharoq variantlar bor. Agar xohlasanglar, arzonchiroq variantlardan ham bor motobloklarimizni. Hozirda bu Protex motoblogimizni narxi, zamonaviy motoblogimiz narxi qo'limizdan kelguncha eng arzon narxda qilishga harakat qildik. Narxi 3,5 million so'm. Toshkentda. Toshkent bo'yicha dastlabkilarimiz ham bor bu motoblokka, lekin dastlabkasiga ikkala pul qo'shiladi. Pul qo'shiladi. Agar do'konimizdan kelib olib ketadigan bo'lsanglar, mana shu narxdan qilib beramiz. 3 million so'mdan. Hozir manzilni ham bitta videoda ko'rsatib o'taman. Manzilimiz Toshkent Izza Betonka yo'lni bo'yida bo'ladi akalar. Hozir videoda ko'rsatib o'taman. Oxirigacha kuzatib turinglar. Do'konimiz mana hozir ko'rsataman. Izza Betonka yo'lni bo'yida. Hozir ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu tomon Urizordan kelish, bu tomonda Urizordan kelishda, shunday Perkioskadan 200 metr o'tganinglarda, bu tomon ipodrom yo'lda ketishda, bu sahiy ipodrom tomon ketishda. Shunday yo'lni bo'yida mana Maytej do'konimiz. Maytej do'koni. Kelsanglar bemalol dravelikalar, narvonlar, mana bu yerda har xil turdagi motobloklar 7 ta ot kuchidan 17 ta ot kuchligacha bo'lganlar zubur motobloklardan ham bor do'konimizda bemalol kelaverasizlar. Mana manzilimiz. Videomizga like, podpiskalarni bosib qo'yinglar, kanalimizdan uzoqlashmanglar. Shunaqa kerakli videolarni chiqarib turamiz.